Pavel Durov Toshkentda ChatGPT 5 ning e'lon qilinishi, insoniy robotlar va IT sohasidagi dolzarb yangiliklar haqida gaplashamiz. Pavel Durov hozirgi kunda O'zbekiston shaharlariga tashrif buyurdi. U o'z blogida tashrifining asosiy maqsadi Markaziy Osiyo odamlarining Telegramdan qanday foydalanishi va raqamli ehtiyojlarini o'rganish deb ta'kidladi. OpenAI sun'iy intellektning yangi modeli ChatGPT 5 ni chiqarishga tayyorlamoqda. Bu generativ AI texnologiyalarini rivojlantirishda muhim qadam bo'lishi va'da qilindi. Business Insider ma'lumotlariga ko'ra, ChatGPT 5 ning chiqishi 2024-yilning o'rtalariga belgilangan. O'zi 2024-yil o'rtasi keldi-yu. Xitoyning X-Robots kompaniyasi insonga o'xshash realistik mimikaga ega bo'lgan robotlarni taqdim etdi. Bu robotlar sun'iy intellekt yordamida insoniy his-tuyg'ularni ifodalay oladi. Narxi $207 dan $275 bo'lgan bu robotlar 2 haftadan 1 oygacha muddatda qo'lda yig'iladi. Nima deb o'ylaysiz? Robotlar inson o'rnini bosa oladimi? Bunaqa deb o'yladim. Sizlar bilan Stadia IT akademiyasi va IT yangiliklari bo'ldi. Ko'proq foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling. Stadia IT akademiya bilan